Hozir siz bilan 237 kvadrat metrli va narxi $380,000 so'ralayotgan uyi video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Oxirigacha bizlar bilan bo'ling. Sizga ajoyib bir o'zimga yoqqan xonani ham oxirida ko'rsatib o'taman. Qani boshladik. Biz 8-qavatda duplex xonadonni kiraverish yo'li qismida bu podyezdga kiradigan qism, bu yer esa oshxona. Ayollarimiz uchun juda ham katta kelinglar. Bemalol oila sig'adi. Mehmonlari bilan qo'shib kattaligini qarang. O'zini astrologiya, hamma kerakli bo'lgan texnika, mebellar o'rnashtirilgan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, aql bilan remont qilingan. Qani ketdik. Yo'lini kattaligini qara. Bitta narsa esdan chiqib qolishi mumkin. Mana shu aqlli devor orqasida qanaqa bekitib qo'yishgan tualet vanani ko'rishingiz mumkin, hojatxonani. Remont ham sifat bilan qilingan albatta. Qani ketdik. Ana endi sizni master roomga taklif qilamiz. Ketdik. Kattaligini qara, Ruslan. Patologiya bananligini bemalol xonangdan chiqmasdan yashasang bo'ladi. Bir xonali uyni hajmi. Mana o'zini garderobi bor. Alohida. Mana sanuzul ham bor, muhayyo qilingan. Birlashtirilgan varianti. Vanna shaklida. Ana endi televizor deysizmi, divan deysizmi, hamma narsa bor. Eng qizig'i, Ruslan san bitta narsani sezmay qoldik. Bu yerda balkon bor ekan, do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop, pardani ola olmadik, o'zining alohida balkoni bor. Kichkina emas, ana. Chiroyli, ya'ni mahallaning ichiga qaraydi. Qani endi ketdik. Biz sizga zalni ko'rsatmadik. Zalga taklif qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol mehmonlar sig'adi. Hijolat bo'lmay to'y o'tkazsangiz ham bo'ladi bu uyda. Ana endi sizni 2-qavatga taklif qilamiz. Qani ketdik. Ruslan aka, bo'la qoling. Obunachilarga menga yoqqan joyi ko'rsatmoqchiman xonani. Oddiy tilda aytganda namozxona. Kiring, ko'ring. Fayzu baraka. Yorug'ligiga e'tibor bering. Tom, oynalari, fortishkalar bor. Hammasi kengligi, banaligi, hamma quliyligi bor, do'stlar. Ana endi sayohatimizdan davom etamiz. Ketdik. Yo'lingni ko'rsa, yo'ligi ham katta. Mana yana bitta podyezdga chiqadigan eshigi bor. Bu yer esa, sanuzuldan boshlaymiz. Tez-tez o'tkazib olamiz. Kichkina emas, hajmiga e'tibor beringlar. Bu yerda detskaya, mana yosh bola uchun tayyorlangan yotoqxona. Hamma kravat, divan, hamma narsa bor. Bemalol dars qilib, dam olib o'tirsa bo'ladi. Qani ketdik. Ikkinchi farzandlar uchun tayyorlangan xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Tepada patologdan yorug'lik tushadi, ertalab kayfiyatda uyg'onadi bola. Chiroyli, ana endi master roomga taklif qilaman. Ketdik. Kattaligiga e'tibor beringlar. Mana farzandlar uchun ko'rib turgan hamma texnika mebellar qoladi. Bu yerda ham mana o'zining alohida garderobi bor va albatta sanuzul xonasi ham bor. Mana buni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu yerda jakuzi o'rnatilgan. Gap yo'q. Do'stlar, ana endi asosiy ma'lumotni berib o'tamiz sizga. Insonga ayrim payt yolg'iz qolib fikrlarini joyiga keltirish albatta zaruriyat hisoblanadi, do'stlar. Ana endi asosiy ma'lumotga o'tamiz. Xonadonimiz eng obro'li tumanlardan bittasida, Yakkasaroyda joylashgan, JK Parisian, xalq orasida tanilgan, ortiqcha reklamaga hojat yo'q. Xonadonning o'zi yopiq hududda joylashgan, yashil hudud, axrana bor, detskiy plashatka hammasi muhayyo qilingan. Uyi o'ziga keladigan bo'lsa, 8-9-qavatda joylashgan, 237 kvadrat metr, so'ralayotganlar $380,000. Butun uy to'pli-pol, hamma xonada eng kerakli bo'lgan, eng zarur bo'lgan texnikalar joylashtirilgan. Do'stlar, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Iloyim yaqin orada kim o'ziga xonadon orzu qilgan bo'lsa, mana shunaqa fazli xonadon egasiga aylanishi Alloh nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat.